Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Meni ismim Farruh, Abdumalik Abbini ham sekunddan ham yaqin og'aynisiman. O'sha kungi kuni kecha bo'lib o'tgan Hype Fighting ligasi bo'yicha tushunmovchilik bo'yicha o'z fikrimni bildirmoqchiman. Press konferensiya vaqti ko'rdinglar, qanaqa situatsiya bo'ldi? Nima gap gapirdi, o'ziga nima pozvolat qildi, takja biz ham akkuratni hammasini qildik, hech kimga hech narsa pozvolat qilmadik, dopuskat qilmadik, hech kimga zadevat qilmadik, chestda nada bo'ldi. Chiroyli gaplashindi, xola pechatka bilan xola bez pechatka chiqdi dedi. U o'zi print qilmadi, bu narsani qabul qilmadi, edi, qo'yibmadi, jim o'rnidan tura olmadi, bu narsani hamma guvohi bo'ldi. Undan keyin ertasi kuni gostinitsada kunduz kuni men chiqqan paytim u ikkita og'aynis bilan meni ko'rib qoldi. Shu moment meni yopishib tashlanib ketdi nijdanki u boshqa narsa qilib. Keyin o'sha moment aqranlar ajratib tashadi. Men tepaga chiqdim, emotsiya berilgan paytim men bu og'aynim aytdi, "Oshna, men buni professional sportda so'rab olaman, nada bu professional sport ringda nakazat qilaman" dedi. Как раз boyga chiqish kerak, ikkita poyedenik qolgan, eshik ochilyapti, syomkalar bilan to'dasidan kirib kelyapti. Usmon Abdumalik tomonga, to'dasi Abdumalik tomonga yugurgan payt avtomatik по refleksu men ham yuguraman, именно og'aynimni himoya qilish uchun. Конечно, как-никак tashab qo'yib bo'lmaydi bunaqa vaziyatga. Ko'rdinglar nima bo'ldi, nima qo'ydi, qolgan vaziyatlar hammasi o'ziga udobniy qilib, boshqa qilib har xil videolar chiqaryapti. U na samom деле unaqa bo'lmagan. Men ham o'zi bunaqa video обращение qilib, birovga video murojaat qilib, jalba qilib, noyit qiladigan bola emasman. Просто ko'ryapman, butun O'zbekiston xalqi ko'p kishilar xavotir olib, переживать qilib, duo qilib yozyapti. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. O'shaning uchun shtob o'zimizni ko'rsatib qo'yib, чтобы целый все в порядке, hammasi joyida sog' salomatligimizni bildirib qo'yaylik dedik. Hammasi yaxshi zada, Alloh rozi bo'lsin. Xavotir olib yozayotganlar, переживать qilayotganlar. Inshaalloh har bitta javob yozamiz. Inshaalloh Abdumalik og'aynim ringda prямо professional yo'nalishda hammasini bitta nakazat qiladi. Sizlar poddeshkada bo'linglar. Assalomu alaykum.